Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshidan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda har xil turdagi bo'lgan sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida esa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Men esa ushbu dasturimni uzoq cho'zmagan holatda boshladim. Akalar, birinchi sotiladigan texnikamiz MTZ82 traktorimiz srochin sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Korobka zadniy moslari ochilmagan, nahadu holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni olasiz va haydaysiz, hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Ushbu texnikamizning narxi esa 150 million so'm deyishmoqda. Yana o'zimiz kami bor ekan. Texnikamiz Namanganda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Texnikamizning holati soz holatda. Qiziqqan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda turibdi. Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa T25 traktorimiz srochin sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizga qo'shimcha holatda chizig'i bor, kultivatsiya qilib ham ishlatsa bo'ladi. 70 ga zo'r tushadi deb aytib o'tishmoqdalar. Kultivatsiya 70-80 ga sursa ham bo'ladi. Kelib ko'ringlar. Agar olmaydiganlar bo'lsa, iltimos qo'ng'iroq qilishmasin deb aytib o'tishganlar. Texnikamiz oladigan maqsadingiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qiling. Ushbu texnikamiz Toshkentda narxi 42 million so'm, yana kami bor. Akalar, Telegram kanalini kommentariyada qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib, bu yerdagi sotiladigan texnikalarni ham bemalol tomosha qilib borishingiz mumkin. Kommentariyaga ссылкасini qoldirganmiz. O'tib obuna bo'lib qo'ying. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa MTZ811 gibrid traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning motor korobkalari, zadniy moslari hammasi zo'r holatda ochilmagan MTZ ekan. Motor korobka, zadniy moslari MTZ ochilmagan. Narxi esa 85 million so'm, yana kami bor. Ushbu texnikamiz Xorazmda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Akalar, keyingi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan mini traktor Zubr traktorimiz sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz fermerlar va bog'bonlar uchun deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning holati ideal darajadagi texnika. Akalar, hamma yerda ishlab turibdi, hech qanday kamchilik va rasxotlari yo'q. Ushbu texnikamizning narxi esa $1800, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz hamma yerda soz holatda ishlab turibdi. Ushbu traktorimizning manzili esa Toshkentda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Agarda sizga qolgan ma'lumotlari ham qiziq bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda turibdi. Bemalol qo'ng'iroq qilib bog'laning. O'zingizga kerakli bo'lgan savollarni ham berishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sizlar uchun. T28 traktorimiz holati a'lo darajada. Texnikamizning narxida yana kami bor deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz yuradi, kamchiligi yo'q. Narxini esa kelishamiz deb aytib o'tishmoqdalar. Narxi 22 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Farg'onada turibdi. Qiziqqan akalarimiz yoki tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Agarda sizlarda ham sotiladigan texnika bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, akalar, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb o'zimiz raqamlarimiz qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ekranda ko'rib turgan MTZ80 traktorimiz srochin sotiladi. Texnikamizning holati yaxshi holatda, motor korobkalari zo'r, moy yemaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan, dokumentlari ham bor, aybi yo'q, ishga tayyor holatdagi texnika. Narxi esa 35 million so'm, yana oz-moz kami bor. Ushbu texnikamiz Andijonda turibdi. Bemalol borib ko'rishingiz mumkin. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa MTZ80 traktorimiz srochin sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Motor korobkalari ham remont qilingan, valvlari ishlaydi, rullari gidravlika bo'lgan texnika. Narxi esa 60 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz ham Buxoro viloyatida. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib sotib olishingiz mumkin. Texnikamizning qolgan ma'lumotlari uchun akamizga qo'ng'iroq qiling. Akalar, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida esa ushbu dasturimizga bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada Jasurbek gazini bossangiz izoh qoldirishni unutmang. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz MTZ80.1 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz ishlab turgan texnika. Ajoyib holatdagi olasiz va minasiz deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning hujjatlari bor. Qolgan barcha ma'lumotlar esa telefon orqali gaplashiladi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizning narxi esa 70 million so'm, yana kami bor. Manzil Buxoroda. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, egasiga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa TTZ80 traktorimiz sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. TTZ80 traktorimiz holati yaxshi, motor korobkalari ham yaxshi holatda, qora motor deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz yurib turibdi, ishlab turgan texnika, olasiz va haydaysiz. Ushbu traktorimizning narxi esa 25 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Buxoro viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlari ekranda, qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling.
Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz ham TTZ 83 kolyoslik traktorni sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Ushbu texnikamiz yurib turibdi, balonlari ham o'rtacha holatda akalar. Ushbu texnikamizning narxini esa 30 million so'm deyishmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Traktorimiz Buxoro viloyatida. Traktorimizning rasmlarini ko'ring. Agarda o'zingizga ma'qul kelsa, qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Akalar, eslatib o'taman, agarda sizlarda ham sotiladigan texnika bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, hoziroq videoni boshida reklama uchun reklamangizni qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida esa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Men esa ushbu dasturimda davom etaman. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham ushbu ekranda ko'rib turgan TTZ 80 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning narxini 45 million so'm deyishmoqda. Texnikamiz yurib turgan texnika, ishlab turibdi. Hammani so'z holatda olasiz va haydaysiz. Ushbu traktorimiz Buxoro viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa MTZ 80X traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz ham Buxoro viloyatida. Texnikamizning holati yaxshi holatda, motor korobkalari yaxshi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamizning vomlari ham ishlaydi. Narxi esa 45 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz aytib o'tgandek Buxoro viloyatida turibdi. Qiziqqan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib, albatta qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. O'tgan safargi dasturlarimizda mini traktor so'ragan akalarimiz borda. Ushbu texnikamiz sizlar uchun. Ushbu ekranda ko'rib turgan qip-qizil rangdagi mini traktorimiz sotiladi. Traktorimizning holati yaxshi holatda, ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Qo'shimcha holatda chizel plugi bilan birga qo'shib sotiladi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu mini traktorimizni komplekt holatdagi narxi 22 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Xorazmda turibdi. Qiziqqan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Eslatib o'tamiz, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida videomizga bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Keyin sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan mini traktorimiz sotiladi. Holati yaxshi holatda, ishlab turgan traktor 4x4 40 ot kuchiga ega deb aytib o'tishmoqdalar. Moy rasxoti yo'q, tashqi bartavoylari hammasi soz holatda, plugi, chizellar, agregatlari bilan pritsepi ham bor ekan. Narxi 9000 dollar deyishmoqda. Yana kami bor, manzil Farg'onada. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa sotib oling. Keyin sotiladigan texnikamiz esa akalar, kimga agarda mini traktor yangilari kerak bo'lsa, mana shu akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, akamiz sizlarga variantlarni ko'rsatib beradilar. Ushbu yangi mini traktorlarimiz sotiladi. Bog'lar, tomorqa, issiqxona va dalalar uchun ekan. Ushbu mini traktorlarimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan. Modellarning hammasi eng tejamkor va ishlashi uchun qulaylik afzalliklariga ega ekan. Kafolatli va narxlari ham o'ta yaxshi holatda. Garantiyasi ham bor. Ushbu texnikalarimiz deyishmoqda. Narxi 44 million so'mdan, manzil Toshkentda.